Endike, işkinçilik siye vatandaş. Bugün çislak 2024, 2025 yıl, 4. ayının 19. gün hafta şembe vatandaşım. Endiki mavzu kıran. Prezident Donald Trump, Ukrayna'dan sevrete taştı. Ötken hafta işki kapiyent azalarına ifade bildirdi. Mavzuda haber 9. ayının 19. günü Cumhur Nazar torbiyeti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump ve Devlet İştakatı Marco Rubio o çok kaldı mındak bildirdi. Eğer Rusya Ukrayna söhbeti kısa müddet içinde bir neticeye erişmeydiğen bolsa, Amerika yaraştırıcı rolüden vazgeçidi. Bunda ifade bildiriş Prezident Trump'ın Ukrayna'dan vazgeçidiğinin signalıdır dep qaraldı. Demek bir yerde bize başta etkanı biz Miki ile sözlülüğü ikisinden Ukrayna Rusya'nın meydanında okşaştırdı. Amerika Koşmuş Ştatlarının maksidi teyişlik, oruçla ahırlaştırış degen edik. Hazır bu haber nem değildi. Bunun Karaganda Aksaray ya ki Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Trump Ukrayna'dan vazgeçidiğini ispatlap verdi. Eğer şundaq bolsa eğer gep vaziyet eğer gep özüm. Prezident Donald Trump Rusya Ukrayna vuruşun to'xtatishni umid qilatdi. Agar ilgirlash bo'lmasa, Rusya Ukrayna ishiga aralashmaydiganligini bildirib, Prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Rusya Ukrayna zodi kim tinchlik suhbatida qiyinchilik paydo qiladi ekan, Amerika suhbatni yarashtirg'uchi bo'lishdan voz kechdi. Prezident Donald Trump 4. ayının 18. günü mundaq ko'rsatdi. Rusya Ukrayna'nın tez arada urush to'xtatishni umid qilamiz. Agar Rusya va Ukrayna har qanday bir taraf tinchlik suhbatiga qiyinchilik tug'diradi ekan, Amerika mundaq deydi. Sizlar bir gruppa saranglar. Sizlar yana bir gruppa yaramazsizlar. Biz sizlerden vazgeçilmez. Lekin biz, yani Amerika, yani şunda orunga çöp kalmazlıkını hem ümit kılmaz. Bu sözün manisi bizden yaraştırgınımız yaxşı. Tinchlik, haydakçılık kılgınımız yaxşı. Bizni üstüde koyup mesele hal kılgınımız yaxşı. Amerika'nı guvah kılıp Rusya, Ukrayna söhbet ve kelişim imzaladığınız yaxşı. Biz yani yukarıdaki orana düşüp gelişini ümit kılmayız. Hem ümit varlık Rusya, Ukrayna uğraşın doğrusunda hem ciddi ifade bildiriş. Eğer sen kelişim imzalamaysan, söhbet kurmaysan, biz yani Amerika özünün yaraştırıcı rolüden vazgeçidi. Prezident Donald Trump bunda ko'rsatdi. Bir necha kun ichida bir javobga erishimiz deb aytolmayman. Biroq qisqa muddat ichida suhbat oxirlashishini umid qilaman. Prezident Donald Trump bunda ko'rsatdi. O'tirishab bilan har haftada 2500 nafar jangchi ikki tarafdan bu urushda qazo qilyotdi. Devlet İştakatı Marco Rubio 4. ayının 18. günü Fransa, Paris'de Avrupa İttifakı azaları ve Ukrayna rehberleriyle görüşkenden keyin matbuat mundaq ko'rsatdi. Enek bir ko'rsatma içinde tinchlik, kelishimi imzalaydigan bir alamet ko'rilmaydigan bo'lsa, Amerika Rusya ve Ukraynaga haydakchilik qilib, kelishim imzalashni bir hafta ichida to'xtatdi. Haydakchilik qilishni bir hafta ichida to'xtatdi. Matbuot Prezident Trump'a Rusya ve Ukrayna söhbetinden butunlay qo'l uzdingizmi deb savol qo'yganlar. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Mening undaq degim yo'q. Biz urush to'xtatganligini ko'rishni xohlaymiz. Biz, yani Amerika, urushni to'xtatganligini ko'rishni xohlaymiz.
Yani bir mavzu, yani bir haber vatandaşı. Yeni hareket. Prezident Donald Trump Cungo bilen söhbet kurduğanlığını ve tez ardı kelişim imzalaydıganlığını bildirdi. Mavzuda haber 4. ayının 17. günü ben bir tor biti ilan kılındı haber. Bundak başlar. Amerika Cungo Suudi uğraşı tekimi örlemekte, ciddi örlemekte. Amerika Cungo'nun Amerika'ya yollagan eksport vardır 245%'lik tamojda beji koyduğanlığını ilan kıldı. Yeni haberlerge asaslanganda Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump 4. ayının 17. gün tunji qatam mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo ikki taraf suhbat vakillari tamojda beji kelishimi to'g'risida muhokama elib bordi. Kelgusi 3 yoki 4 hafta ichida kelishim imzolanadi. Ko'rdingizmi? Rossiya kelishim imzoladi tez. Cungo ile Amerika Suudi kelishimi imzolaydi tez. Gördünüz mü? Nemdeydi bir yerde? 3 yoki 4 hafta ichida kelishim imzolanadi. Cungo Amerika Suudi kelishimi. CNN xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika bu, yani Prezident Donald Trump cümleden Cungo'nu o'z ichiga olgan barliq davlatlar bilan savdo suhbati elib berishni umid qiladi. Biz, yani Amerika barliq davlatlar bilan kelishim imzolaymiz. Bu, yani Prezident Donald Trump bundaq hisobladi. Keyingi 3 yoki 4 hafta ichida suhbat o'tkaziladi. Hamma ish shuning bilan oxirlashadi. Hamma ish shuning bilan oxirlashadi. Bosh so'zlab keldik, nima ish? Endi bu yerda hamma ish shuning bilan oxirlashadi. 245%lik tamojni ber. Hamma ish Tayvan ishi oxirlashadi. Tamojni beji ishi oxirlashadi. Alah sharim. G'ayrat ato qil Alloh Prezident Donald Trumpga. Salomatlik ato qil Alloh Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trumpga. BBC xabar qilib bundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump Cungo'ning davlat raisi Xi Jinping bilan bevosita suhbatlashdi yo'q. Bu to'g'rida ochiq bir narsa demadi. Xi Jinping siz bilan so'zlashdimmi deb savol qo'yilganda Prezident Donald Trump bunday javob qaytardi. Biz tez orada suhbatlashamiz. Bu anda telefon suhbatimi yoki 100 o'ltirib suhbatlasham bu aniq emas. Bu ancha muhim emas. Lekin men shuning ishoniman. Eng oxiri Cungo bilan savdo kelishimi imzolaymiz. Hozirgacha 75 davlat Amerikani izlab yeni savdo kelishimi imzolashni muhokama qildi. Shunlashqa ayrim davlatlarga qo'yilgan tamojni beji sustlashtirilgan edi. Lekin Cungo davomli o'ch elish harakati qo'llanganlikdan shunlashqa 245%lik tamojni bejiga duch keldi. Cungo Amerikaning tovarlariga 125%dan tamojni beji qo'ydi. Ikki davlat o'rtasidagi ciddi münasebet texme ciddileşti. Bugünkü leksiyalarımız müşahede bir leksiyan tayyorlayamadım. Aksaray Tor betide COVID-19 belgilik virus Cungo Wuhan şehrinin tecrübexonasidan chiqib ketdi degan xabar yoki bekitma to'g'risidagi xabarni sizlarga bugun tayyorlayamadim. Allah xolisa vatandoshim. Makune deb cevap vermeyeceğim. Vaziyet şunda özgürse adam yalgan çok kaldı ki geçirirler vatandaşım. Şu falan gündemimiz yakında sizlerle ben onu o haberini yüz görüştürmeye vatandaşım. Bugün ülgertemedim geçirirler beni. Bugünkü vaziyetimiz bana müşahede. Ben dedim sizge bir keçede özgürüp gitti. Tönügen sizge verdi verip Viyu hanımның uruş diyen sözünün neme manada ihtiyaçligini sizlerge eğitip vermen diyen dedim. Vaqt yetkizemmedim. Keçirenler vatandaşlar. Bunçalar haberlerini görüp çıkış. Endi bana eğer kilidi, eğer kelidi. Şunun içinden tallı bilip sizlerge bugün
vaziyat yoki bir kechada o'zgargan vaziyatni tanlab oldinglar keldi vatandoshlar. Aman bularga vatandosh bu vaziyatni oldida. Eng sezguri Lawrence Twitter Jungo Amerika sohbeti vatandoshlar. Anandakin onun qo'shilib kelgan eng egri Tamoyzi Bejidi, Tamoyzi Beji atgan hal oldu. Ananga qo'shilib kelgan Tamoyzi Bejidan qilishmaydigan COVID-19 virus. Wuhan tajribaxonasidan chiqib ketdi. Vah. Yani bir likse to'g'risida to'xtalmadik, shuni buritib qo'ya vatandoshim. Xitoyning nüfusini 1 milyar 400 milyon deb hisoblab keldi hozirgacha. Biz yolg'on, shaxsan men yolg'on deb so'zlab keldim. Men shunday ko'z qarashda yashab keldim vatandoshlar. Buni bugunlatin 320 milyon Xitoy nüfus aholi. Limuyan shundaqda deb saqlaqliq turibdi. Vaqt yetmayapti sizlarga bir to'g'rilab so'zlashga. 320 milyon. Lekin yaqindan bir kayni kelayotgan xabarlar ko'ryapsizlar vatandoshlar. Bu qatim COVID-19 virus, yuqumli virus ofati bilan Jungoda o'lgan odamning soni 400 milyon. Buni yo'q deydisiniz. Qarang. Odamsiz yezilar, odamsiz kentlar, odamsiz shaharlar. Shundaqla hozir ko'ydirish, jasad ko'ydirish o'chig'i, uçak yetişmey amaldan qoldirib degandek ba'zi joylarda to'pu tuproqqa, yer tuproqqa ko'mish aylanib, mushlardan qaraganda yer va kent yeziladi, boş qolgandan qaraganda Xitoyning nüfusi 1 milyon 400 milyard va 1 trilyon 1 milyard 400 milyon degan nüfus statistikasi to'g'ri. Hazır virüs bilen 400 milyon artıq Xitoyni öldürdü. Bunun içinde Tibet qanchalik, val Tibet xalqi. Bunun içinde Uyghur qanchalik, Uyg'ura. Sana. Bunu hesaplab bağlanan to'g'ri batır. Bütün qaplab ketmiş bir iş yaptı içinde vatandaşım. Bunu bir retlab sizlarga yetkazishimiz kerak edi. Limuyang hozir Jungoning nüfusi 320 milyon degan bo'lsa, eni qayd qilaylik desangiz, yo'q, undaqa emasdi. Jungoning nüfusi 1 milyar 400 milyon edi. COVID-19 yuqumli virus bilan 400 milyon Xitoy o'ldi degan xabarga ishonmaylik deb tursangiz, qup-quruq shaharlar, tashlanib ketgan yezil qishloqlar, cho'ng shaharlar hatto vatandoshim, odam yo'q. Birda ishkinda deb suratli xabar, kamera bilan kelayotgan xabarlar vatandosh, video film bilan kelayotgan xabar. Nima ish? Vatandoshim, nima ish? Siz qaymoqsiz, biz qaymoqimiz, bu mundaq ish deyilmaymiz vatandoshim. Buning ichida yetib kelgan bir xabar bor, o'tib ketdi, vaqtda nima deyilgan? Virus tarqaldi Jungoda. Virusni davolaymiz, vaksina urimiz degan vaksinaning o'zi odam o'ldirdigan. Vaksina tez xarakterlik, az xarakterlik yoki boshqa kasal tipli xarakterlik odam o'ldirdigan vaksinni virusni tarqatdi, virus bilan ketdi bir bilik odam. Endi virusning mudofaa kurimizda qurilgan vaksinaning o'zi odam o'ldirdigan vaksina. Mush xabarlar keldi. Bugungi vaziyatimiz mushu 2 haftadan beri so'zlayotgan vaziyatimiz bilan hozir Jungo degan bu davlatning partiya, Jungo Kompartiyasi degan bu davlatning beshiga kelgan ofat. Yo'q, bu ofatni boshqa odam paydo qilgani yo'q. Tamom o'zi Jungo Kompartiyasi o'zi paydo qilgan ofat. Men egirlik darajasining qaysi chekka yetganligini shundan ko'raman vatandosh.